هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Hicr tefsiri 21. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende dehtanlığa İbn-i Kesir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Hicr suresi 21. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Qandaq nəsi bolmasun, onun xəzinəsi, yəni xəzinənin açıqçı bizning dərgahimizdadır. Biz onu faqat ma'lum miqdordala tushiramiz. Biz yağmurni haydaydigan shamollarni avatdik. Biz bulutdan yağmur yağdırıp sizlarni sug'ardik. Sizlar hargiz uni saqlashga qodir emassizlar. Biz hammani terildirimiz, hammani o'ltirimiz va hammaga varislik qilamiz. Biz sizlardan ilgari o'tganlarni haqiqatan bilamiz va keyin keladiganlarni haqiqatan bilamiz. Rabbing haqiqatan hisob ilish va jazolash uchun ularni yig'idi. Allah haqiqatan hikmat bilan ish qilguvchidir, hammani bilguchidir. Barliq xazinelerinin Allah Teala'nın dergahı ekanligi. Allah Teala bu ayette özünün hamma narsaning egisi ekanligini, barliq ishlarning Allah Teala'ga oson ekanligini, barliq xazinening Allah Teala'nın ilkida ekanligini bayon qiladi. Biz onu faqat ma'lum miqdordala tushiramiz. Allah Teala'nın bu narsalarni ma'lum miqdorda tushirishi o'zining hikmeti ve bendilerine kılgan rahmetidendir. Allah Teala'nın mundaq rahmet kılışı Allah Teala'ga mecbur boğanlıqdan emas, belki özünün rahim dillik sübtidendir. Yazid İbni Ebu Riyad Abdullah'ın mundaq degenlikini rivayet kılıdı. Yağmur öz içila bir yılda köp, yani bir yılda az yağmaydı. Lekin Allah Teala yağmurunu ulanın arasında taksim kılıp, bu yıl bir cayga, yani bir yıl, yani bir cayga yağdırdı. Andın Abdullah bu ayetini okudu. Qandaq nasi bolmasun, onun xazinesi, yani xazinenin açıqçı bizning dergahimizdadır. Biz onu faqat ma'lum miqdordala tushiramiz. Bunu İbn Cerir rivayet kılgan. Şamallarının paydası. Biz yağmurni haydaydigan şamallarni avatdik. Yani şamallarının bulutlarni çanglaştırışı bilen bulutlardan yağmur yağıdı. Daraxtlarni çanglaştırışı bilen daraxt şaxlarından çiçekler içildi. Çanglaştırıcı şamallar halak qilg'uchi bo'ronning dal aksicha foydaliq bo'lganligi uchun Alloh taolo shamolni sifatlashda ko'plik shaklni ishlatdi. Halok qilg'uchi bo'ronni bo'lsa birlik shakl bo'yicha ishlatib, foydasi yo'q bo'ron deb sifatladi. Chunki changlashish 2 yoki 3 narsadan birikib vujudga keladi. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhudan bu ayet hakkında mundaq rivayet kılındı. Evetilgen şamallar asmanda suyunu götürdü. Şunun bilen bulutlardan xuddi hamildar tögüdün süt aqqandek yağmur düşüdü.
ibn Abbas, İbrahim Naxai ve Qatade'dinmi şunun o'xshash rivoyat qilindi. Zahak mundaq deydi. Allah Taala bulutga shamollarni avatib, bulutni changlashtirgandan keyin bulut suvga to'shidi. Ubayd ibn Umayr Allah Taala tunji shamolni chiqirdi. Bu shamol yer yuzini supurdi. Ondan haydiguchi shamolni chiqirdi. Bu shamol bulutni haydaydi. Ondan Allah Taala birlashtirguchi shamolni chiqirdi. Bu shamol bulutlarni birlashtirdi. Ondan changlashtirguchi shamollarni chiqirib daraxtni changlashtirdi deb yuqorqi oyatni o'qidi. Tatliq suvning Allah Taala tarafidan kelgan ne'mat ekanligi. Biz bulutdan yomg'ir yog'dirib sizlarni sug'ardik. Ya'ni sizlarga ichadigan tatliq suvni tushirib berdik. Agar xohlasak, u suvni ochiq qilatdik. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Sizlar ichayotgan suvni deb biqinglarchu. Onu bulutdan sizlar tushirdinglarmi yoki biz tushirdikmi? Agar biz xohlasak, onu tuzluq qilib qo'yatdik. Rabbinglarning zo'r ne'matlariga nimishqa shukr qilmaysizlar? Allah sizlarga bulutdan yomg'ir yog'dirib berdi. Uningdan ichsizlar va shu yomg'ir orqali o'sgan dal-daraxtlar bilan chorvonlarni boqsizlar. Sizlar hargiz uni saqlashga qodir emassizlar. Ya'ni u suvni sizlar muhofazat qila olmaysizlar. Balki u suvni biz tushiramiz va sizlarga biz saqlab beramiz. U suvni biz zaminda buloqlardan chiqarib beramiz. Agar Allah Taala xohlasa, u suvni zaminga singdirib yo'q qilib o'tadi. Lekin Allah Taala o'zining rahmati bilan tatliq suvni tushirib berdi. İnsanlarning yil bo'yi ichishi, chorvalarini, ziroatlarini va bog'larini sug'urishi uchun u suvni buloqlarda, quduqlarda, o'stanglarda va uningdan boshqa suv saqlash manbalarida saqlab berdi. Allah Taalaning mahluqotlarni yaratishga va qayta terildirishga hozir ekanligi. Biz hammani terildiramiz, hammani o'ltiramiz. Bu oyat Allah Taalaning mahluqotlarni yo'qdan bor qilib yaratishga qodir bo'lganidek, ularni o'ltirib barliq mahluqotlar to'plashadigan qiyomat kunida qayta terildiradiganligidan xabar berdi. Allah Taala yana zaminga va zamindagi kishilarga varislik qiladiganligini, hamma narsaning Allah Taala tarafiga qaytib boradiganligini xabar qilib mundaq deydi. Ve hammaga varislik qilamiz. Allah Taala insonlardan ilgari o'tganlarni ve ulardan keyin keladiganlarni to'liq biladiganligidan xabar berib mundaq deydi. Biz sizlardan ilgari o'tganlarni haqiqatan bilamiz ve keyin keladiganlarni haqiqatan bilamiz. İbn Abbas radhiyallohu anhuma bu oyatdagi ilgari o'tganlar degan so'zning ma'nosi Adem alayhissalomdan tortib ölüp tugab ketgan kishilarning hammasini ko'rsatdi dedi. Keyin keladiganlar degan so'zdan hozir bor kishilar va qiyomatgacha keladigan kishilarni ko'rsatdi dedi. Bu Ikrima, Mujahid, Zahhak, Qatada, Muhammad ibn Ka'b, Sha'bi ve boshqalardan shunga o'xshash rivoyat qilindi. İbn Jarir Muhammad ibn Abu Ma'sharning dadisidan rivoyat qildi ki, u kishi Avun ibn Abdullah Muhammad ibn Ka'b bilan
biz sizlardan ilgari o'tganlarni haqiqatan bilamiz va keyin keladiganlarni haqiqatan bilamiz degan oyat haqida muzokara qilishib, Avun ibn Abdullah buning ma'nosi Alloh taolo namozning saflarida ilgari bo'ladiganlarni va keyin bo'ladiganlarni biladi deganlik bo'ladi deganda, Muhammad ibn Ka'b undaq emas. İlgari o'tganlarning ma'nosi o'tganlar va o'ltirilganlar. O'lganlar va o'ltirilganlar. Keyin keladiganlarning ma'nosi buningdan keyin yaratiladigan kishilar bo'lib, Rabbing haqiqatan hisob elish va jazolash uchun ularni yig'idi. Alloh haqiqatan hikmat bilan ish qilguvchidir, hammani bilguchidir deganlik bo'ladi deganligini ondan Avun ibn Abdullahning sana Alloh taolo to'g'ri ilm beribdi, Alloh taolo sana yaxshi mukofot bersin deganligini anglagan. Şek şübhisizki biz insan yani Adem aleyhisselamni qarılaydın yasilib şekilge kirgizgen çekse jiringlaydigan quruq laydın yarattık. Jinlar yani şeytanlar ve ularning boshlig'i iblisni ilgari tutunsiz o't yalqindan yaratgan edik. İnsan ve jinlarning yaratilgan moddasi. İbn Abbas, Mujahid ve Qatada bu oyatdagi salsal degan so'zning ma'nosi quruq topa deganlik bo'ladi dedi. Onun asli ma'nosi Alloh taoloning tövendeki oyatining ma'nosi bilan o'xshashdir. Allah insonni, ya'ni atanglar Ademni cheksiz jaranglaydigan sapaldek quruq laydın yarattı. Jinlarni o'tning yalqindan yaratdi. Mujahidin salsalning ma'nosi ichitilgan lay deb rivoyat qilingan. Lekin oyatni oyat bilan tafsir qilish eng yaxshidir. Cheksiz jaranglaydigan quruq laydın yaratdi. Bu yerdagi hama immastun degan oyatni siliqlay deb tafsir qilganlarmi bor. Jinlar ya'ni şeytanlar ve ularning boshlig'i iblisni ilgari ya'ni insondan burun tutunsiz o't yalqindan yaratgan edi. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu oyatning ma'nosi haqida bu Adem öldürdiğen zehirlik yalqındır dedi. Abu Davud Şu'beden Abu İshaqning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Umar ibn Asamning qishig'a kesilini yo'qligini kirdim. Umar ibn Asam, men Abdullah ibn Mas'uddan anglagan bir so'zni sana so'zlab beraymi? O söz bu dünyadaki jinlar yaratilgan yalqinning 70'ten bir parçasıdır. Bu dünyadaki jinlar yaratilgan yalqinning 70'ten bir parçasıdır deb bu oyatni o'qidi. Jinlar yani şeytanlar ve ularning boshlig'i iblisni ilgari tutunsiz o't yalqindan yaratgan edi. İmam Muslim rivoyat qilgan hadisda mundaq deb keldi. Farishtalar nurdan yaratildi. Jinlar o'tning yalqindan yaratildi. Odam sizlarga sifatlab berilgan narsadan, to'pidan yaratildi. Bu oyatdagi maqsad Odam alayhissalomning ulug'ligi, yaratilgan moddasining yaxshiligi va aslining pokligiga ishorat qilishdan iboratdir.
Rabbing o'z vaqtida farishtalarga aytdi: "Men haqiqatan qora loydan yasilib shakl kirgizilgan, cheksiz jiringlaydigan quruq loydan inson, ya'ni Odam alayhissalomni yaratdiman. Men uni to'liq yaratgan, ya'ni uni yaratib suratga kirgizib, a'zolari to'liq va mukammal inson holatiga keltirgan va uningga jon kirgizgan chig'imda sizlar uningga sajda qilinglar." Farishtalarning birimi ayrilib qolmay hammasi Odam alayhissalomga sajda qildi. Faqat iblislar sajda qilishdan bosh tortdi. Allah: "Ey iblis, sen nimishqa sajda qilmaysan?" dedi. İblis: "Qora loydan yasab shaklga kirgizib, cheksiz jiringlaydigan quruq loydan yaratilgan inson mening sajda qilishimga loyiq emas" dedi. Odam alayhissalomni yaratib, farishtalarni uningga sajda qilishga buyurganda iblisning bosh tortganligi. Alloh taolo bu oyatda Odam alayhissalomni yaratishdan burun uni farishtalarning ichida tilga ilib hurmatlaganligi, farishtalarni Odam alayhissalomga sajda qilishga buyurish bilan uni ulug'laganligi, Odam alayhissalomning dushmani bo'lgan iblisning farishtalardan ayrilib hasad qilgan, kafir bo'lgan, haqiqatga ergishishdan bosh tortgan, cho'ngchilik qilgan va botil narsalar bilan faxrlangan holda Odam alayhissalomga sajda qilishdan bosh tortganligi bayon qilindi. Shunga iblis mundaq deydi: "Qora loydan yasab shakl kirgizib, cheksiz jiringlaydigan quruq loydan yaratilgan inson mening sajda qilishimga loyiq emas." La ilaha illalloh. Bu vaqtda iblis yana mundaq deydi: "Men uningdan ortiq, meni o'tdan, uni loydan yaratding." İblis: "Man aytib bergina, sen mendan ustun qilgan odam mushumu? Agar man qiyomatgacha muhlat beradigan bo'lsang, uning avlodining ozg'inisidan boshqasini ozdirib, tüp yıldızlardan quritib etaman. Ya'ni ularni xohlagancha yetileyman" dedi. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah aytdi: "Sen cennetten yo'qol. Hakikaten qo'g'landi bo'lding. Sana qiyomat kunigacha hakikaten la'nat bo'lsin." İblis: "Rabbim, bana haloyiqlar tirildirildiğin gün, yani qiyomat kunigacha muhlat bergin. Yani meni hayat qaldırgın" dedi. Allah: "Sana hakikaten ma'lum vaqtgacha muhlat berildi" dedi. İblisning cennetten qo'g'ilinishi ve uningga qiyomatgacha muhlat berilganligi. Allah Teala bu ayette iblisga üstünki alemdeki o'rindan hiç qarshiliksiz chiqib ketishiga keskin buyruq qilganligini, iblisning Alloh taolaning rahmatidan qo'g'langanligini, uning qiyomat kunigacha üzülüp qalmaydigan la'natga uchraydiganligini bayon qildi. Said ibn Jubayr radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi: Allah Teala iblisga la'nat qilgan chaqda iblisning surati farishtalarning suratidan o'zgarib ketdi ve u ün silib dad feryat çekti. Şuna dünyada ta ki kıyamet günügacha bo'ladigan dad feryat ovozining hammasi shu dad feryat ovozdandir. La ilaha illalloh Muhammed Rasulullah. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Hicr tefsirinden 38. ayetgacha anladinglar.
oxirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.